Umar Buxoriy masjidi maqbarasi yangi binosi. Hali qurilish obodonlashtirish ishlari bormoqda. Kanalimni kuzatib boringlar. Yangilik bo'lganda aytaman. Aytib ko'rsatib o'taman. Juda ham ko'p savollar kelyapti. Qachon ochiladi? Ichkarilarni ham yaqin orada obzor qilib boraman. Bu tomonda polni mehmonxona komplekslari bo'lyapti. Juda ham ko'p mehmonxona xonalar bo'ladi. Juda ham katta alleya. Juda ham katta xiyobon. Uzunasini qarang, oxiri ko'rinmaydi. Harakat qilaman yaqinlashtirib ko'rsatishga. Boshlar mehmonxonasimi shu? Ha. Sunnat keng bu tomonga. Mehmonlar kelyapti. Juda ham ko'p ziyoratchilar. Lekin ichkariga hali qo'yishgan emas. Internetda ko'rgan vloglar ko'p. Katta blogerlarimiz. Ular kirib qisqa obzor qilgan, lekin men harakat qilaman to'liqroq obzor qilishga, muzeyga qanday kirishdi, ichkarida nima joylashgan, nima bo'lgan, hamma savollaringga to'liqligicha javob berishga harakat qilaman. Instagramda ham, YouTube'da ham kuzatib boringlar.